Misol mana shu xonadonni qirolichasiz. Sizga atalgan bir-biridan go'zal tilaklarni farzandlaringiz bo'lmish shahzoda-yu malikalardan eshitdik. Endi sizlarga savol, qirolichani turmush o'rtog'i kim bo'ladi? Qirolichani turmush o'rtog'i qirol bo'ladi. Endi navbatimizni Guldiroz Qassagiylar bilan qirolimizga bersaga. Rahmat. Assalomu alaykum. Aziz qarindoshlar. Omonmisizlar, sog' salomatmisizlar, xush kelibsizlar. Bugun qirolichamiz haqiqatan tavallud kunlari. Yoshlarni bilan ziyodasini umrlariga umr rizqlariga rizq qo'shib Xudoydan tilayman. Bilan birgalikda yo'llarimiz boshiga, farzandlarimiz boshiga omonlik bo'lib yurishlarini. Kuşiga sog'lik tilayman, tinchlik tilayman. Allohimda buyurgan talab bilan nimaga aytganlarimizda o'sha aytganlarini Xudoyim bizlarga buyurganini ikkalamiz birgalikda bajarib, Allohni kalomini qayta aytib, bizga yana rizq umr tilab yurishimizni Xudoyimdan tilab qolaman. Sog' salomat bo'lsinlar. Yana ham yoshlarni oshirib Xudo bergan yoshlarga yetib yurishlarini tilab qolaman. Tabriklayman xonim. Umringiz uzoq bo'lsin, sog' bo'ling. Rahmat. Manimcha sizlar ham sezdinglar shekilli, otajon shirinini, eng asalini gapirmoqlar. Qarasa ham davomli bo'ladi. İngiliz tilida anglarni o'qilar ekan. Rus tilida bo'lsa "Я тебя люблю" bo'lar ekan. Biz o'zbekmiz, otajon hozir shuni o'zbekchasini aytib berar ekanlar. Bitta chiroyli qarsak bilan sizlar. Ayjonsa, men yaxshi ko'raman sizni. Bo'lmasa shunday qilib yurarmidim?